هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Yunus tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diyektanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Yunus suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve nihayet mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Elif, lam, mim, ra. Bu hikmetli kitap yani Kur'an ayetlerdir. İnsanların birige yani Muhammed aleyhisselam'a, insanlar yani kafirlani Allah'ın azabından agahlandırgın. Müminlerge Rabbinin dergahida qilgan yaxshi amallar uchun yuqur o'ringa erishadiganligi bilan xo'sh xabar bergin deb vahiy qilganligimizdan ular ajablanamdi. Kafirlar bu haqiqatan oshkor sehrlardir dedi. Sura Yunus Mekkada nazil bo'lgan 109 oyat. Bu surening 5'de kelgan üzüp oqiladigan elif ba harflari haqidagi bayon Baqara surasining 5'de tafsili berildi. Bu hikmetli kitap yani Kur'an ayetleridir. Yani bu puxta bo'lgan ochiq bayon qilingan Kur'anning ayetleridir. Allah Teala'nın peygamberlerini faqat insonlar ichidan tanlaydiganligi. Allah Teala insanlar ichidan payg'ambar tanlab avatganligiga kafirlarning hayron qolganligiga raddiya berib mundaq deydi. İnsanlarning biriga yani Muhammed aleyhisselamga insanlar yani kafirlarni Allah'ning azobidan ogohlantirgan, mu'minlarga Rabbining dergahida qilgan yaxshi amallar uchun yuqur o'ringa erishadiganligi bilan xo'sh xabar bergin deb vahiy qilganligimizdan ular ajablanamdi. Allah Taala bu vaqtda burun o'tgan kishilarning so'zlaridan xabar berib mundaq degan. İnson bizni to'g'ri yo'lga boshlamdi. Hud va Solih alayhissalomlar o'z qavmlariga mundaq degan. Sizlarni ogohlantirish uchun kufrdan saqlanishinglar va Allohning rahmatiga erishishinglar uchun sizlarga oranglardagi bir kishi orqali Rabbinglarning vahiysi kelishidan ajablanamsizlar. Alloh Taala Quraysh kafirlarining so'zlaridan xabar berib mundaq deydi. U nurg'un ilahlarni bir ilah qilmoqchimi? Bu haqiqatan g'alati ish. Zahhak İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala Muhammed aleyhisselamni payg'ambar qilib avatganda arablar yoki bir qism arablar Allah Taala'nın Muhammedga o'xshash bir insonni payg'ambar qilishi aqlga sig'maydigan bir ish bo'ldi deydi. Shuning bilan Allah Taala İnsanlarning biriga yani Muhammed aleyhisselamga insanlarni yani kafirlarni Allah'ның azobidan ogohlantirgin, mu'minlarga Rabbining dergahida qilgan yaxshi amallari uchun yuqur o'ringa erishadiganligi bilan xo'sh xabar bergin deb vahiy qilganligimizdan ular ajablanamdi degan oyatni nazil qildi. Ali ibn Abu Talha mu'minlarga Rabbining dergahida qilgan yaxshi amallar uchun
yuqur o'ringa erishadiganligi bilan xo'sh xabar bergan degan oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mu'minlarning baxtli bo'lishi allburun lavhil mahfuzga yezib etilgan. Avfimu Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilib mundaq deydi. Mu'minlarning burun qilgan yaxshi amallari uchun obdan mukofotga erishadi. Mujahid mundaq dedi. Mu'minlarning namozi, ro'zasi, sadaqasi va aytgan tasbihi ularning yaxshi amallarining qatoridandir. Muhammad alayhissalom shu amallarni qilganlarga shafaat qiladi. Kafirlar bu haqiqatan oshkor sehrgardir dedi. Ya'ni biz ularning o'z jinsini cennet bilen hoş xabar bergüçi ve dozaxtın agahlandırgıcı elçi qilib evetken turuqluq kafirlar bu hakikaten aşikar sehrgardir dedi. Ular bu sözlerde yalğancılardır. Şübhisiz ki sizlerning Rabbinglar Allah'tır. O asmanlarni, ziminni 6 günde yarattı. Andın erş üstüde özüge layık rəvişdə qarar aldı. Allah xalayiqning işlerini öz hikmetige muvafiq idare qilib turdu. Qiyomet günü her qandaq şafaat qilg'uchi aldı bilen Allah'ның iznini alıdı. Eni şu Allah sizlerning Rabbinglardır. Onunğa ibadet qılinglar, vəz nasihat almamsizlar. Allah Teala'nın kainatının yaratquchisi, onun Rabbi ve xalığanca tasarruf qilg'uchisi ekanligi. Allah Teala bu ayette özünün bütün alemlerinin Rabbi ekanligidan osmonlarni ve ziminni 6 kunda yaratganligidan xabar berdi. Ayette tilga ilingan 6 kun hozir biz yashayotgan kunlarga o'xshashdir degan qarash ve o günlerinin her bir günü insanlar sanavatkan yılının 1000 yılığa beraber kilido degan qarash mı var? Andın erş üstüde özüge layık rəvişdə qarar aldı. Yani erş yaratılgan narsalarning en çoğudur ve en üstüdür. Yani erş yaratılgan narsalarning en çoğudur ve en üstüdür. Allah xalayiqning işlerini öz hikmetige muvafiq idare qilib turdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Osmonlardagi ve zimindagi zarra chaqliq narsa Allah'tan yiroq emasdir. Yani Allah Teala'nın bir vaqtda bir ishni idare qilishi, yani bir ishni idare qilishga daxli qilmaydi. Shundaqla bir vaqtda ko'p ishni bir taraf qilish Allah Teala'ni xatolaştırolmaydi. Duada ching turib ko'p narsa tilgüchilarning duosi Allah Teala'ni zeriktirolmaydi. Tağlardaki, deniz okeanlardaki, avat zimindeki ve çöllardaki çoğun işlerini bir taraf qilish Allah Teala'nın kichik ishlarni bir taraf qilishiga to'salg'i bo'lolmaydi. Yeryüzüdeki hayvanlarning hammasiga rizq berishni Allah merhamet yüzüden üstüge algan. Daraxtdan tökülgen yapraqdan Allah bilmeydigan birersimi yok. Meyli qaranğu yer astidagi birer dana uruq bolsun, meyli höl yoki quruq narsa bolsun, hammasi Allah'a ma'lum bolup lavhil mahfuzda yeziqliqdir. La ilahe illallah. Deraverdi Said İbni İshaq'tan rivayet qilib mundaq deydi. Şübhisiz ki sizlerning Rabbinglar Allah'tır. O asmanlarni ve ziminni 6 kunda yarattı degan bu ayet nazil bo'lganda sahobalarga ko'rinishda arablarga o'xshib ketadigan katta bir karvon uchrashdi. Sahobalar karvondagilardan kimsizlar deb so'radi. Karvondagilar biz jinlarmiz. Biz Medine'den kelyapmiz.
bizni mushu oyat Madinadan chiqarib etdi dedi. Bu qissani Ibn Hatem rivoyat qilgan. Qiyomat kuni har qanday shafaat qilguvchi oldi bilan Allohning iznini oladi. Allah bu haqda mundaq deydi. Allah'ның ruhsatisiz kimmi Allah'ның oldida shafaat qila olsin? Osmonlarda nurg'un farishtalar bo'lib, ularning shafaati hech narsaga asqatmaydi. Faqat Allah o'zi xohlagan va rozi bo'lgan odamga shafaat qilishga ruxsat qilsa, ondan ularning shafaati asqatadi. Allah izni bergan odamdan boshqaga Allah'ның dargohida shafaat foyda bermaydi. Ana shu Allah sizlarning Rabbinglardir. Onunğa ibadet qilinglar. Ya'ni ibodatni faqat hech shirk yo'q, yolg'iz Alloh taologa qilinglar. Vaz nasihat olmamsizlar. Ya'ni ey mushriklar jamiyasi, sizlar Alloh taoloning hamma mahluqotlarni o'zi yolg'izla yaratganligini bilib turib, Allah Taalaga başka batıl ilahlarını koşup ibadet kılıdığan işinlarda nima üçün haqqaniyetçilik bilen oylanıp vaz nasihat kabul kılmaysılar? Müşriklarning Allah Taala'nın hamma narsani yaratquchi ekanligini biladiganligiga tövendiki ayetler delildir. Eğer sen ularni kim xalq etganliklarini so'rasang, ular cho'qim Allah deydi. Aytqin ki, 7 osmonning va ulug' arshning Rabbi kim? Ular Allah deydi. Aytqin ki, uning azobidan qo'rqmamsizlar? Bu oyatning oldida va keynida kelgan oyatlarmi shuni isbotlaydi. Qiyomat kuni hammanglar Allohning dargohiga qaytisizlar. Allohning va'dasi haqdir. Şübhisizki mahluqatni dastlabda Allah yaratgan. Ularni halaq qilgandan keyin qiyomat kuni iymon etganlarni va yaxshi amal qilganlarni odillik bilan mukofotlash uchun qayta terildirdi. Kafirlarning bo'lsa o'zlarining kufri tufaylidan do'zaxdagi ichimlikka qattiq qaynagan suv bo'ladi. Hamda ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Bütkül məxluqatның barıdığan joyining Allah Taala'nın dergahı ekanligi. Allah Taala bu ayette qiyomat kuni barliq məxluqatның barıdığan joyining Allah Taala'nın dergahı ekanligidan, ulardan hech birini qoldirmay boshda yaratgandek qayta yaratadiganligidan xabar berdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Məxluqatni dastlabda yo'qdan bar qiladigan, ondan onu ölgenden keyin terildirdigan Allah ana şudur. O yani məxluqatni terildirish Allahqa onu dastlabda yo'qdan bar qilganligiga qaraganda o'ng'aydir. Ularni halaq qilgandan keyin qiyomat kuni iymon etganlarni va yaxshi amal qilganlarni odillik bilan mukofotlash uchun qayta terildirildi. Qayta terildirdi. Yani yaxshi amal qilganlarga to'liq mukofot berdi. Kafirlarning bo'lsa o'zlarining kufri tufaylidan do'zaxdagi ichimlikka qattiq qaynagan suv bo'ladi. Yani kafirlar qiyomat kuni o'zlarining kufri tufaylidan badanning to'shiklariga kirib ketadigan qattiq qiziq shamol, yuqori haroratli qaynoq suv va qora tutundan bo'lgan soya qatorliq turlik azoblar bilan azoblanadi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Bu ko'ydirguchi qiziq suvdir. Qon yiringdir. Ular buni tetsin. Yana ularga mush xildagi boshqa turlik azoblar bor. Bu gunohkorlar inkor qiladigan jahannamdir. Ular davzax bilan qaynoq suv orasida berib kelib turdi. Yani gahida o't bilan, gahida qaynoq suv bilan azoblanadi. Allah
quyoshni nur chachquchi va oyni nurliq qilib yaratdi. Yillarning sonini va vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun oyga manzillarni, ya'ni burjlarni tayin qildi. Allah ularni bekor yaratgani yo'q, balki buyuk hikmat va zo'r foydaliq uchun yaratdi. Allah oyatlarini, qudreti ilahini biladigan va uning hikmetini fikr qiladigan qavm uchun tafsili bayon qiladi. Kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida Allah osmonda va zaminda yaratgan shaylarda Allohdan qo'rqadigan qavm uchun haqiqatan Allohning borligini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Barliq shaylarning Alloh taolaning qudratiga guvoh bo'ladiganligi. Alloh taolo bu oyatda o'zining kamoliy qudratini va katta podshohligini ko'rsatadigan nurg'unlagan oyatlarni nurg'unlagan alomatlarni yaratganligidan xabar berdi. Alloh taolo quyosh jismidan chiqqan nurni yoritquchi va oyni nurliq qilib yaratquchidir. Alloh taolo quyosh jismidan chiqqan nurni yoritquchi va oyni nurliq qilib yaratquchidir. Quyosh bilan oyning o'zaro o'xshashib qolmasligi uchun ularni farqli qilib yaratdi. Quyoshni kunduzga, oyni kechiga hukmron qildi. Oyga manzillarni belgiladi. Oy dastlabda chiqqanda nihoyat kichik bo'lib, uning hajmi va nuri tadrijiy cho'ngayib, to'liq oy shakliga kirdi. Ondan tadrijiy kichiklashga boshlab, oy oxirida yangi chiqqan holatiga qaytadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: oyga sayr qiladigan manzillarni belgiladi. U oxirgi manziliga yetib borganda xormining qurib qolgan shexiga o'xshash bo'lib qoladi. Kunning oyga yetishilishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Har biri palakda o'zib turdi. Sizlarning vaqt hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. Yillarning sonini va vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun oyga manzillarni, ya'ni burjlarni tayin qildi. Ya'ni quyosh orqali kunlarni, oy orqali oy va yillarni bilish uchun oy va quyoshni yaratib berdi. Allah ularni bekor yaratgani yo'q, balki buyuk hikmat va zo'r foydaliq uchun yaratdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: osmonni, zaminni va ularning orasidagi shaylarni bekor yaratmadik. U, ya'ni ularni bekor yaratilgan deb qarash kofirlarning gumonidir. Kofirlarga do'zaxdan voy. Ey insonlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi, ya'ni sizlar bizni hayvonlarni yaratganimizdek biz hech qanday savobni bermaydigan, jazoni bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar? Haq podshoh Allah ustundir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah ulug' arshining Rabbidir. Allah oyatlarini, qudrati ilohiyatini biladigan va uning hikmetini fikr qiladigan qavm uchun tafsili bayon qiladi. Ya'ni Alloh taolaning qudratini biladigan qavmga pokit hujjatlarini tafsili ochiq bayon qilamiz. Kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida, ya'ni kech kunduzning birining o'rniga yana biri kelib, belgilangan vaqtdan ozroqmi ilgari yoki keyin qolmay navbatlashib turishida ochiq alomatlar bor. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allah kechi bilan, ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzni yopadi.
kecha bilan kunduz bir-birini qo'g'lishidir. Ya'ni davomli o'rin almishib turdi. Kunning oyga yetishib olishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Allah subhini qorong'udan yerib chiqarg'uchidir. Ya'ni tongni yoritquchidir. Allah kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Sizlarning vaqt hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. Allah osmonda va zaminda yaratgan shaylarda, ya'ni Allah Taala osmon zaminda yaratgan Allah Taalaning kattaligini ko'rsatadigan dalil paketlarda Allah Taalaning borligining alomatlari bordir. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: Osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yenidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. Aytqinki, osmonlardagi va zamindagi narsalarni kuzatinglar. Mo'jizalar va ogohlantiruvchilarning, ya'ni payg'ambarlarning iymon etmaydigan qavmga foydasi bo'lmaydi. Ular oldidagi va oqisidagi ularni o'rab turgan osmon bilan zaminga qaramamdi. Shubhisizki, osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Allohdan qo'rqadigan qavm uchun haqiqatan Allohning borligini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Ya'ni Allah Taalaning jazosi, o'ch elishi va azobidan qo'rqadigan qavm uchun haqiqatan Allah Taalaning bor va birligiga pokit bo'ladigan nurg'un dalillar bordir. Shubhisizki, biz bilan muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni Allohga muloqot bo'lishni ko'zlamaydiganlar, dunyo tirikchiligidan bahramand bo'lish bilanla rozi bo'lganlar va uning bilan orom topganlar bizning oyatlarimizdan g'ofil bo'lganlar. Ayni shularning joyi qilmishlari tufaylidan davzax bo'ladi. Qiyomat kunini inkor qiluvchilarning joyining davzax bo'lganlik. Allah Taala bu oyatda qiyomat kunida Alloh bilan uchrashishni inkor qilgan, uningga uchrashishni azroqmi arzu qilmaydigan, mushu dunyodagi hayotiga rozi bo'lib, ko'ngillarini dunyo hayoti bilan xo'sh etadigan baxtsizlarning holidan xabar berdi. Hasan bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Allohning nomi bilan qasamki, Alloh bilan uchrashishni umid qilmaydiganlar dunyo tirikchiligini uning bilan rozi bo'lganidek darajada chiroyli va ustun bilib ketmaydi. Lekin ular Allah Taalaning bor va birligining alomatlaridan g'ofil bo'lib, Allah Taalaning qudratiga dalolat qiladigan alomatlar to'g'risida o'ylanmaydi va islom shariatiga bo'ysunmaydi. Shu sababdan ularning Allah Taaladan, Allohning payg'ambaridan va qiyomat kunidan tanganligi, dunyoda gunoh ishlarni qilganligi uchun oxiratda ularning boradigan joyi davzax bo'ladi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Yunus tafsiridan 8-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyingi qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.